Qarindoshim yaxshimisizlar? Hammanglarning mushu vaqti xayrli olsun. Yipak yo'li bazorimizga Oyxon atlasiri kadan tashrif qildi. Ya'ni Mehdi adamimizning atlasligi Yipak yo'li bazorimizda xonimlar. Mehdi adam uzun yillik mush korxon kasb bilan shug'ullangan, ham mushu atlaslik bilan shug'ullangan qarindoshlarim. Uyg'ur atlasining, ya'ni Uyg'ur atlasining Uyg'ur tarixida 2500 yillik tarixi bor. Uyg'ur atlaslarının üstü düşürülgen muşu sızıklarının, muşu güllerinin ki hemmisinin bir manası var. Kod belgesi, bu bəxt saadetke simol kıldı qarindoshlarim. Yipak yo'li bazorimizga bizninki uzun yillik korxonchimiz Mehdi adam qadam tashrif qildi. Qadam tashrif qilishidagi maqsadlari va nima arzusi nima bo'ldi ekan? Qani so'zda aytib qilaylik. Rahmat. Meniki bu Uyg'ur medeniyetini, Uyg'urlarniki, o'zimizniki örf odati bo'lgan atlaslarimizni o'zimiz Turkiyada ishlab chiqargan bu atlaslarimizni birinchi Uyg'urlarning ichida tanitish, ikkinchi butun dunyo xalqiga bizning milliy madaniyat bo'lgan atlaslarimizni tanitish uchun Yipak yo'li bazorimizga o'zimizniki örf odatlari bo'lgan bu atlaslarimizning o'zimizning oborotki, o'zimizning ichida aylanishga butun Uyg'urlarniki mayli iqtisod bo'lsin, mayli korxonalar bo'lsin, mayli moddiy ma'naviy jihatdan Uyg'urlarning kuchlanishi uchun milliy madaniyatimizni butun dunyoga tanitish uchun bu Yipak yo'li bozoriga kirdim. Rahmat, Allah razı olsun. Mana bu qo'llash qarindoshlarim. Mana bu Uyg'urni suyish, mana bu o'zning madaniyatini suyish deymiz qarindoshlar. Qo'yningdan to'kilsa qo'njunga degan qarindoshlarim. Mayli bizning tijoratchilarimiz olsun, bir-birimizni qo'llash, mayli tijoratchilar va iste'molchilar orasida bo'lsin, bir-birimizni qo'llash, kundan kunga yuksalyotdi, kundan kunga kuchayotdi va buning kuchini, ma'naviy kuchini xalqimiz tunib yetadi qarindoshlarim. Amsa, bozor kirsangiz, ko'rinish qarasangiz, ko'rinishning o'z bir huzur. Ko'rinishning o'z bir san'at bo'ldi qarindoshlarim. Butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimni bazorimizga kelishni qadam tashrif qilaman. Chuqur har bir narsa pul xarjlamoqchi bo'lgan vaqtingizda Uyg'urimdan alay degan tushuncha bilan, Uyg'urimdan alay degan hissiyat bilan, ruh bilan so'z qilishingizni umid qilaman amsa. Qo'lingizni bir ko'tarib o'ting ada. Hammanglardan Alloh razı bo'lsin, rahmat.